safar mana xamirni zo'r yoyasiz deyorganinglarga ko'z tegdim, nima balo bilmadim-ku, bu safar somsalarim umuman o'xshamadi. Vasha xamir yoya olmadim, bilmadim nimaga unaqa bo'ldi. Hamma yo'g'ida avval qanday qiladigan bo'lsam, xuddi shunday qildim. Xamirni ham o'rtacha yumshoqlikda qildim, ichiga qatiq soldim, yaxshilab mushladim, yaxshilab dam berdim. Bilmadim nimaga xamir yoyilmadi bu safar. Balkim undadir ayb, balkim mendadir ayb, lekin xamirim yoyilmadi. Juda ham xafa bo'lib ketdim. Men bitta archishimda o'tirishimni qarab qo'ylarchi, necha bor-ku, haqiqiy jaydaranu. Ketmon sopi qizlar bo'ladi-yu, xuddi o'shanaqa bo'lib o'tiribman-ku bor-ku. Bugun katta iftor qildik. Somsa bo'lsa doimgidek meni bo'ynimga yuklatilgan edi. Men faqatgina piyoz bilan go'shtni o'zidan qilmayman, kartoshka ham qo'shaman. Qandaydir to'yimliroq, niqroq bo'ladi. Xamirga kelsak, birinchi xamirni yoyganimda bo'lmadi, keyin ustiga yog'ni surkadimda, u yog'ini, bu yog'ini bir-birini ustiga taqlab turib burchak qilib qo'ydimda, ustini o'rab turib xolodilnikka solib qo'ydim. Lekin yaxshi, keyin dam yegandan keyin qo'limni cho'zsam yaxshigina cho'zildi. Xudoga shukr qildim-da, sirrazi yoyib turibcha somsa qildim, uch burchak somsa chiqmadi. Varaqasi chiqadi deb o'yladim, lekin adashgan ekanman o'rtoqlar, ishoninglar. Shunday tiqdimda pechka, keyin jicha turib bitta olsam, ko'zlarim quvnab ketdi-yu. Qanaqa chiroyli bo'lgan. Ustiga suv sepaman, shtobi ichi yaxshiroq pishadi, usti yaltirab qoladi. Valih ko'rishinglar mumkin. Qaranglar qanaqa asalcha chiqdi. Bunisi oshqovoqlik, bunisi go'shtli. Baho berishinglar mumkin. Kommentda kutib qolaman.